Aydon ham yana yoki aydan farqi yo'q. O sifatli harflari aks ham bo'ladi, faqat Qur'onda o bo'ladi. Lekin o'qib ketsa ham ma'no buzilmaydi. U ham bu ham deymiz-ku, yana ber yoki mana shuni aydon beradi bitta sifat. Darsun dars mana sizlarga isbot arab tilidan kirib kelgani. Durusun darslari, ya'ni arab tilidan bo'lib deydi-ku. Arab tili dars arab tilidan kirib kelgan. Darasa o'qidi, o'rgandi. Bu oliy ta'limga nisbatan o'qiyaptimi? Yadrusu o'qiydi, o'rganadi, o'qiydi. O'qiyaptimi deymiz-ku yoki udrus o'rgan, o'qi. Durusun o'rganmoq, o'rganish, o'qimoq, o'qish degan ma'no, o'quvchi, o'rganuvchi degan ma'nolarni bildiradi. Bu kitobiga nisbatan emas, oliy ta'limda o'qiyaptimi, o'qiydimi yoki o'qi oliy ta'limda deymiz-ku. Ana shu ma'noda ishlatiladi bu o'qimoq fe'li, o'rganmoq fe'li. Kitobga nisbatan, jurnalga nisbatan emas. Ular qira'a bitta. Qira'ani qilganmizmi, bir yana qilamiz agar qilgan bo'lishimiz kerak boshida. Tiflun go'dak, atfalun go'daklar, tiflani bo'ladigan bo'lsa, ikkita go'dak bo'ladi. Ya'ni ani qo'shimchasi ikkiligini bildiradi. Xohlagan so'zga, xohlagan gapga ani qo'shimchasini qo'shsanglar ikkita bo'ladi. Madinatun, madinatani ikkita shahar. Bintani ikkita qiz, ibnani ikkita o'g'il, farqi yo'q. Madinatun shahar degani. Madina ismini ko'p qo'yamiz, ma'nosi shahar degani. Madinatu Toshkent, Toshkent shahri, Madinatu Samarqand, Samarqand shahri, Madinatu Namangan, Namangan shahri masalan. Mudunun shaharlar degan ma'noni bildiradi. Mudunun shaharlar degan ma'noni bildiradi. Holatga qarab ishlataverasizlar. Ma'nosini bilib olinglar. Madinani ko'pchilik oddiy shu nom deb o'ylashadi, lekin Madina shahar degani. Baldatun mamlakat, o'lka. Umradagi, Saudiyadagi Madinani xuddi shunaqa deb o'ylashadi, yo'q, unaqa emas. Umumiy ma'noda u Saudiyaning poytaxti, mamlakati, ya'ni shahar, ya'ni Madina bo'ladi. Biladun, baldatun mamlakat, biladun mamlakatlar, o'lkalar degani. Faslun, fasl ma'nosi ham bor. Sinf ma'nosi ham bor. Sinf bilan fasl bir xil aytiladi. Faslun. Holatga qarab, faqat gapni holatiga qarab ajratib olasizlar. Fasl demoqchimi yoki fasl demoqchimisizlar? Faslun berasizlar. Sinf demoqchimisizlar? Sinf beradi. Faslun deb berasizlar, beraverasizlar sinf deb. Fusulun fasllar degani. Fasllar ko'pligi. Demak, nima bo'ldi? Xuddi o'zbek tiliga o'xshagan bir xil bo'ldi. Faslun. Sinf fasl bo'ldi. Anaqalar ham, fasllar ham fasl bo'ldi. Demak, sinf ko'pligi ham nima bo'ladi? Fusulun bo'ladi. Fusulun sinflar degani. Demak, faslun fasl sinf, fusulun sinflar, fasllar degan ma'noni bildiradi.